Bugungi videoda Ruski bilyard o'yinini stollari haqida gaplashamiz. Ruski bilyard stollarining o'lchami 7 futdan 13 futgacha. 7 futdan 10 futgacha bo'lgan stollar kichik stol hisoblanadi. Undan keyin 11 futli stollar o'rta razmerdagi stollar, 12 futli stol katta stol, 13 futli stol korolevskiy stol hisoblanadi. Aslida Ruski bilyard stollari fut bilan emas, razmer bilan o'lchangan. Oldindan Ruski stollarining razmeri faqat santimetrlarda aytilgan. Fut so'zi bo'lsa angliskiy stollarni o'lchov birligidan kirib kelgan. Vaqt o'tishi bilan Ruski stollarni razmerda etish bu biroz noqulay hisoblangan hamda snukerdagi stolni 12 futli stolni razmeri Ruski bilyard stolni razmeri bilan bir xil bo'lganligi uchun snukerdagi fut so'zi Ruski bilyardga kirib kelishni boshlagan. Bugungi kunda O'rta Osiyo hududida eng ommabop stollar bular 11, 12 13 futli stollar hisoblanadi. Bu uchta razmerdagi stol bir-biri bilan faqatgina razmer jihatdan emas, balki o'yinning murakkabligi jihatidan ham farq qiladi. Kichik stollarimiz 1.45 ga 290 va 1.60 ga 290 razmerda bo'ladi. 11 futli stollar bular ko'proq mashg'ulot uchun hisoblanadi, ya'ni endi o'ynashni boshlayotganlar uchun hajm jihatdan kichkina bo'lganligi uchun zarbalarni aniq, o'yin kombinatsiyalarini tezroq tugatishga xizmat qiladi. O'rta razmerdagi 11 futli stollarimiz 1.60 ga 320 razmerda. 12 futli stollar. Bular razmer jihatdan katta stol hisoblanadi. Boyaga aytib o'tganimizdek, snukkerga taktika jihatdan juda yaqin keladi. Katta razmerdagi 12 futli stollarimiz 1.75 ga 350 razmerda bo'ladi. 13 futli stollar juda kamyob stollar hisoblanadi, chunki bular korolevskiy stol turiga kiradi. Bularda sizdan aniq zarbalarni hamda kuchli o'yinni talab qiladi. Oxirgi 13 futli stolimiz 1.80 ga 360 razmerda bo'ladi. Aytib o'tgan razmerlarim faqat bortdan bortgacha bo'lgan maydon, ya'ni igrovoy zonani ichi etiladi. Ko'pchilik adashtiradi, tashqaridan ham oladi. Bu noto'g'ri. Bu uchala razmerdagi stollarda doimiy ravishda 68 toshlarda o'ynab kelishgan. Yaqin yillardan boshlab 67 ta toshlari ham kirib keladi. 13 futli stollarda ko'pchilik mashhur o'yinchilar mashg'ulotlarni o'tkazishadi. Chunki katta razmerda o'ynagandan keyin kichkina stolda o'ynash ular uchun ancha oson kechadi. Agar siz ham o'yiningizni professional darajada oshirmoqchi bo'lsangiz, hamda sizga korolevskiy stol kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.